Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Ebu Hamid el-Ghazali rahmetullahi aleyna bidayetul hidaye. Hidayetle mukaddimisi yaki kullanmışı degan bu kitapta biz taqvalıknınki zahiri basqıçlardan biz bir neçe basqıçlarını sözlep ötken. Bugünkü bu tema oldingi qatimliq darsimizdagi oxir bo'lgan xoliq va xaloyiq bilan bo'lgan turli munosabat va hamdo'stlik aloqa haqida to'xtalib o'tamiz. Hamda olimga qarta bir qancha o'ziniki fikrini o'ttirib qo'yib bo'lgan G'azzali hamda o'quvchiga nisbatan mundaq tashabbuslarni o'ttirib qo'yapti. Undaqda G'azzali rahmatullohi alayhi shundoq deydi: agar sen bir o'rganguvchi, o'quvchi bo'lsang, o'rganguvchining o'zing ustozi bilan, olim bilan bo'lgan necha turlik qoida, yo'sin, adab, axloqlari bor. Buning cho'qim rioya qilish kerak. Masalan, ustozga avval salom qilish, assalomu alaykum deb. Oldida oz gap qilish. Ustozi so'rmagan narsalarga javob bermaslik. İzni ustozidan izin sormay turib boshda, ya'ni ruxsat sormay turib savol sormas kerak. Savol so'rsam bo'lamdi degandek takallufliq so'zlarni ishlatish kerak. Agar so'ziga muoriza, e'tiroz bildirmoqchi bo'lsa, paloni sizga o'xshamaydigan fikrni degandi deb zidlik paydo qilmas kerak. Onunğa yoki o'zing o'xshamaydigan fikrini bildirmas kerak. Yani bu yerda izangi so'qashtirmas kerak demoqchi. Onundan keyin men ustozimdan olim kelman deb o'zidan ta'ajjubiyat yoki o'ziga bir xil tamanno qo'ygan holati bo'lmas kerak. Chunki men ustozim xato so'zdi, men to'g'ri qildim degandek. Ustozning so'rinda o'ttirgan vaqtida atrofdagi so'rindoshlarga pichirilmas kerak. U yoq bu yoqqa to'liq qarmas kerak. Balkim o'zini kamtarlik bilan bir adablik, bir namozda o'tirgandek o'tirish kerak. Ustozi charchigan yoki zerikkan holatda uningga to'la ko'p savol so'ramas kerak. Ustoz o'rnidan turganda uni bilan tang hurmat bildirib qo'pash kerak dedi. Uningga so'z qilib yoki savol so'rab gap qistirmas kerak. Uyga bag'ishlik uni zeriktirmaslik kerak to'la gap so'rab. Uning ustozining ba'zi bir qism tashqi shaklda o'zida qilayotgan ishini o'zi yoqtirmagan bo'lsa-mi, uningdan o'rinsiz yomon gumon qilmas kerak. Amaliyotda o'zining sirini o'zi biladi ustozi. Bu vaqtida Musa alayhissalatu vassalam bilan Xizrning orasida bo'lgan suhbatni eslagan. Chunki ayni vaqtida Xizr kemini tishiyotgan. Şu vaqtda Musa alayhissalom raddiya berib, sen bir ig'ir ish qilding, cho'kib ketsin demsa deb Xizr alayhissalatu vassalomga e'tiroz bildirgan. Endi buning bu yerdagi xato deb bilib olgan bu yerdagi xatolik tuyg'u ishning tashqi ko'rinishini asos qilib inkor qilgan bu yerda Musa alayhissalom. İmam G'azali rahmetullohi alayhi bu so'zlarni deb bo'lgandan keyin bu so'zningki homishida bundaq İhya Ulumuddin'den qisqartirilgan kichikgina bir o'gitni bizga sunibdi. Buningki shakli bundaq. 9-vazifa debdi. Ya'ni o'quvchiga qartilgan so'z. Ilm o'rganguvchiniki maqsadi shu holatida, ya'ni dal vaqtida ishini fazilatlar bilan go'zallantirishdan boshqa ishini tozalash kerak deydi. Ama bundan keyinki kelgusiki bo'lgan nishon Allohga yaqinlashish, farishtalarga eng muqarrab malaikalarning huzuridan o'rin olishga, ya'ni yuqori maqomga o'rlashga tirishish. Ilm orqali riyosat, mol dunyo, mansab, huquq, o'z obro'y qo'g'lish bo'lmas kerak. Yoki nadonlar bilan munozirlashish maqsadi bo'lmas kerak. Yoki tangtishlar bilan ko'z-ko'z qilishib ulardan so'rin talish bo'lmas kerak. Agar ilm o'rganguchining maqsadi bu bo'lib qolsa,
albatta shaksiz o'zining maqsadiga nishoniga yaqin bo'lgan bir ilmni o'rganib o'tibdi. U bo'lsa-mu oxirat ilmidir. Shuning bilan birga boshqa ilmlarga ma'nisitmas nazariyasi qarshi bo'lmaydi. Masalan, fatvo ilmi deymiz, grammatika ilmi deymiz, lug'at ilmi deymiz. Bularmi Qur'on sunnatga munosabatlik bog'liq ilmlar va undan boshqa hokazo ilmlar. Endi biz oxirat ilmini biz maqtaverdik. Biz oxirat ilmi deb qalbiy ilm deb biz sanamda tushundirib buningki tashviqotni ko'p qilishimiz, bundan boshqa ilmlarga sal qara deganlik, yoki boshqa ilmlarni to'van ko'rganlik emas. Bir ilmga ega bo'lgan yoki ilmni egallagan odam degan bir chak chegirada bir chegara qo'g'digan askarga o'xshaydi. Alloh yo'lida jihad qilgan g'oziga o'xshaydi. Ularning ichida jangovarlari bo'ladi, nacharlarmi bo'ladi. Ularning ichida saqiylik qilib xizmat qilganlari bo'ladi. Ularning ichida ombachilik qiladigan, tamoq etilganlari bo'ladi. Hammasi bir-biridan buning ajri kam emas. Maqsadi Allohning so'zini ustun qilish bo'lsa, g'animat yig'ishlan bo'lmasa maqsadi. Ulamolar ham shunga o'xshash. Alloh taolo Qur'oni Karimda sizlarning ichinglardagi mu'minlarning ajrini Alloh ko'taradi dedi. Ya'ni ilmliklarniki. Bular Allohning huzurida darajat dedi, darajalik bo'ladi. Bismillah. Bunun ichida hammasi darajalik, darajasi katta ilmlar bu ilmlarniki, ammo buning ichida bakrak yuqori bo'ldig'ini, Xudoga ulashtirdig'ini oxirat ilmi demakchi. Umuman ilm bitgan vaqtida kim zarrachilik yaxshi ish qiladigan buning cho'qim mevasini ko'ra oladi. Zarrachilik yomonlik qiladigan buning vabolini ko'ra oladi. Hamda ilm orqali Allohni nishonlagan bo'lsa, shaksiz bu odam cho'qim bu darajaga erishadi. Bu ilmniki foydasini cho'qim kelgusi ko'radi deb shunday degan. Hamda G'azalining o'zining so'ziga qaytib kelsak, masalan, sening ota-onang bo'lsa, bola hamda ota-ona bilan bo'lgan munosabatlarda mundaq qoida usullarni o'ziga hozirlash kerak. Ota-onaning gapini anglash kerak. Ular qo'pqa vaqtida ularga tang o'rnidan turish kerak. Ularning buyruqlariga bo'ysunish kerak. Oldida mangmaslik kerak. Ota-onasining ovozidan bakrak o'zining ovozini ko'tarmaslik kerak. Ular chaqagan vaqtida xo'sh, labbay deyish kerak. Ularni rozi qilish uchun davomli hirsman bo'lish kerak. Ularga o'zining nayati kamtar holatini bildirish kerak. Ularga kamtar bo'lish kerak, o'zini to'van tutish kerak dedi. Ular qilgan yaxshilikqa minnat qilmaslik kerak. Va manda ishni qilib berdim-ku deb minnat qilmaslik kerak. Ularga bir xil og'ringan nafrat ko'zi bilan qaramaslik kerak. Ularning o'ziga qarab o'zini tuymaslik kerak, qapoq tuymaslik kerak. Ularning ruxsiz, iznisiz safar qilmaslik kerak dedi. Bu vaqtda buningki sharhisida G'azali rahmatullohi alayhiniki tövende bir so'zni keltiribdi. Ya'ni Rasulullohning hadisini aytgan. Bir odam kelib debdiki, "Ya Rasululloh, men yaxshilik qilishga eng loyiq, hamroh bo'lishga eng loyiq odam kim o?" degan. "Onang" debdi. "Yana kim o?" desa, "Onang" debdi. "Yana kim o?" desa, "Onang" debdi. "Yana kim o?" desa, "Dadang" debdi. Ba'zi rivoyatda "Anang, andin, anang, andin, anang, andin dadang" degan 4-qitimda. Va shundaqla Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Alloh sizlarga harom qilgan, cheklagan bir necha turli ishlar bor. Birinchisi onalarni qaqshitish, qizlarni terik ko'mib o'tish. Yoki man'i va had deganimiz shu Alloh taolo yo'l qo'ygan haqlardan cheklash. Ya'ni bir qism Allohning haqqi bo'lgan ishlarni qilmaslik yoki uni boshqalarni shu ishlarni cheklash deganga o'xshash. Batil ishlarni qilish, yomon ishlarni qilish degandek mazmunlar bilan tushuntirilgan. Yoki o'zining ustida yuklangan majburiyatlarni qilmay, ado qilmaslik. Mana shu doiradagi so'zlar. Endi sizlarga 3 ishni yomon ko'rdi deydi Alloh.
Miş gaplar, ko'p to'la savol so'rash, mol dunyoni isrof qilish degandek masalalar haqida. G'azalining so'zi qaytib kelsa, G'azali shundoq deydi, bilgan hamda kishilar sanga nisbatan ilbetqa vaqtida 3 turlik bo'ladi. Ya'ni kishilar bilan bo'lgan aloqa doirangda kishilar 3 turga bo'lindi. Birinchi turdagi odamlar do'st odamlar bor. Tonish odamlar bor. Notonish odamlar bor. Mana shu biz dunyoda yashayotganmiz, shu 3 tipdagi odamlar bilan yashaymiz. Agar sen navoda notonish avomlar bilan sinilib qolsang, avom haqqi bilan o'ltirish, qo'pishdagi adab axloqlarda ularning gaplariga pek aralashib olma. Ularning yolg'on yovdaq gaplariga to'liq quloq solma. Ularning tillaridan chiqayotgan nachar so'z va aqizlarni sen bilmasqisiz. İmkon bor, ularga hojatdan tushimiz yaxshi. Ular bilan ko'p uchrashma, ko'p uchrashishdan saqlan. Ularning yomon qilmishlariga nayt muloyim, yumshoq, sipoylik bilan, samimiy ixlos bilan agar qabul qilish ehtimoli bor ahvol ostida ularga tanbeh ber, ogohlantirish ber. Hamda qarindosh, hamshir, urug' tuqqanlaring, do'stlaring bular bilan bo'lgan munosabatda sen ikki turli vazifang bor hamda. Birinchi vazifang sen do'st bo'ldigan odamni yaxshi tanlashing kerak. Do'stlik shartini hozirlagan odam bo'lish kerak. Mush qarindoshlik do'stlikqa yaraydigan odam bilan sen qarindosh do'st bo'l. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday deydi: "Inson o'zining do'stining dinida" deydi. Yani shuning sharkiti, mijozi, qilmishida. Sizlarning biringlar boshqalarni bilmoqchi bo'lsa, qanday do'sti bor, shunga qarasin. Chunki insonning psixikalik nuqtai ilbetqa vaqtida insonning tabiati, mijozi o'ziga o'xshash tabiatlik, o'ziga o'xshash mijozlik odam bilan yaqin munosabat tortadi. Chunki inson shakli jihatda ko'rishishdan burun insonni uchrashtirdig'ini, munosabatni buzadigan yoki uchrashtirdig'ini uning nafsidagi yo'shirin bir kuch. Shu maskasi bir-biriga bu Alloh yani udullan bu do'stlik munosabat o'rnab ketadi. Yoki yaqinchilik munosabat o'rnaydi. Navoda sen ilm o'rganishda, ya'ni taliblikda bir yo'ldosh izlaydim deb bir hamroh izlagan bo'lsang, dining va dunyoliqimda yaxshi hamroh izlaydim deb orzuying mushu bo'lib qolsa, undaqda sen 5 xislatga bak alohida diqqat qilib o't. Birinchi sen diqqat qiladigan tarafing aql. Danishmand, aqlliq, zirak, zaki odam bilan do'st bo'l. Hargiz ahmoq bilan do'st bo'lma. Ahmoqning yurki og'zida, tili qalbida. Tili qalbida. Bunda ahmoq, nodon odam bilan do'st bo'lgan vaqtingda oxirida kelib chiqadigan natija munosabat uzildigan gap, oraliqda yiroqlashish paydo bo'ladi. Belki bu sana men foydali bo'lsin deb o'ylab xiyolida sana ziyon yetkazib qo'ydi. Yaxshi niyati bilan. Amaliyotda ahmoq do'stdan aqlliq dushman yaxshi. Shonashqa Ali ibn Abu Talib raziyallohu anhu tövendeki she'rni o'qib mundaq degan: Nadonga hamro bo'lmag'in asla, hazar qil uningdan bekla. Nurg'un nadonlar muloyim bo'lib yiqitmidimi voy do'stim debla. Yani boshqalarga ziyon kechiksan bo'ldi, ziyon san bo'ldimi? Bahobar odamning do'stiga qarab, odam do'stiga o'xshash har vaqt, har zaman. Bütün mahluqat shaylarning o'xishi bordir, qalb qalbga dalildir hamon deydi. Odamning qalbi qalbga dalil, ya'ni bir-birini tortadi, ko'rsatkichda magnitlik kuch. Birinchi shart aqllar. Mana bu bak muhim gapchima do'stlar, qarindoshlar. Yani aqlliq odam bilan do'st bo'ladi. Dushman bo'lsa, aqlliq bo'lsa, ashundan ish o'rgangil bo'ldi. Ashundan foydali bo'ldi.
bir narsa öğrengili boldu. İkinci tema, ikinci şart ahlak, güzel ahlak nayet mühim. Ahlak naçar adamlar bilen dost bulma. Bu vaqtda Sahl ibn Abdullah radhiyallahu anhu güzel ahlak hakkında sorulgan vaqtida bu güzel ahlak degan nima dese, eng tövünü sabırcan, kötürüşcan deydi. Yani birisi mukaffatını terk etken. Bunda degene birge bir muamele qilmaydiganda, "Ba'san berme, alsan alma" deydigan. Bunda emas. Yani birisi zalimga rahim shafqat tilaydigan, uningga duo qiladigan. Mana bu zahid sopularning axloqi deyilgan. Buni aytadi, kang qo'saq muloyimlik sifat berilganda, mana bu axloq, güzel axloq mushu deb ta'riflagan. Endi ko'pincha axloqi nachar odamlar o'zining shahvatiga ega bo'lolmaydi yoki g'azabga kelgan vaqtida ochchig'i ega bo'lolmay yaqib qoladi. Buni Al-Qamatul Utaridi degan ulamo o'zining o'g'liga qilgan nasihatida shu sakratlik vaqtida mundaq ta'riflagan. Bu odamning nasihati ma'u tuvandikcha: "Jinim, jan o'g'lim, sen bir odam bilan do'st bo'lmoqchi bo'lsang, yo'ldosh bo'lmoqchi bo'lsang, bir odamga hamroh bo'lmoqchi bo'lsang, sen xizmatini qilsang, seni qo'g'daydigan odamga hamroh bo'l. Sen hamroh bo'lsang, sana bir güzellik ato qila oladigan, yarishadigan odamga hamroh bo'l. O'ttasang" deydi. Yani 5 kun tushib o'tirib qolsang demakchi-da. 5 kun tushib o'tirib qolsang, sendan qochmaydigan, tashlamaydigan odamga hamroh bo'l. Dunyoda insonlarga yaxshilik qilgan vaqtida bir nuqta bor. Siz kimga yaxshilik qilsangiz, yaxshilik qilgan odamdan sizga ko'pincha yomonlik keldi. Sabab nima degan vaqtida siz yaxshilik qilgan odam o'zini shu yaxshilik qilingan odam tarafidan o'zini tuvan tutib oladi. Hazab men mushunman yaxshilik qildi deb o'zi bir baldaq mesela o'zini tuvan tutdi-da, o'zining bu tuvan tutishini ashunga yomonlik qilish orqali, qarshilik bildirish orqali o'ziniki tang tutish ekanligini, barobarlikni, hatto undan ortiq ekanligini ifodalaydi. Mana bu xabis odamlarning qildigan ishlari. Ammo bir qism odamlar bor. Masalan, boshqalarga yomonlik qilish orqali yoki yomon gapini qilish orqali bu jamiyatda sal shu yerda ma'lum bir foyda manfaat tegadigan odamlar bor-da. Masalan, mayli so'rindoshlik jihatda bo'lsin, mayli moddiy jihatda bo'lsin, ashundan yoki moddiy qimmat yoki so'rindagi bir ulfatdoshlik holatni o'ziga tortish uchunmi boshqalarning yomon gapini qilish orqali yana o'zi boshqalarga yaqin turadigan, boshqalarga yaqinchilik qiladigan bunda xumsi mijoz odamlarmi mavjud. Mana bu eng axloq nachar, razil odamlar. Sen boshqalar bilan do'st bo'lgan vaqtingda qo'lingni sunsang, tang sen bilan hamkorlasha oladigan. Sendan yaxshi ishlarni ko'rsa, "Ma ishing yaxshi" deya oladigan. Yomon ishni ko'rsa, "Ma ishimiz yaxshi bo'lmadi" deb sana samimiy bo'la oladigan. Bunday odam bilan do'st bo'l. Sen gap qilsang, so'zingni tasdiqlaydigan, "Rost gap qilding, ya gaping to'g'ri" deya oladigan to'g'ri gapingni. Agar sen bir ishga urinmoqchi bo'lsang deydi, qilmoqchi bo'lsang, sana yaxshi maslahat berib, yo'l yo'riq ko'rsatadigan. Agar bir masalalarda talash tortish bo'lib qolgan ahvol ostida, bu yerda o'zining yengilishini emas, do'stlikni a'lo biladigan, ya'ni seni a'lo biladigan odam bilan do'st bo'l, hamroh bo'l degan. Bu so'zning sharhisida bundaq so'zlar, iboralar keltirilgan. Abu Said Savri degan odam shunday debdi: "Sen bir odamga do'st bo'lmoqchi bo'lsang, uning ochchig'ini keltirib baq. Uningga maxfi sendan gap so'raydigan, sening sirlaringni so'raydigan odamni maxfi adam evatib baq. Agar yaxshi gap qilib siringni yo'shilsa, uning bilan hamroh bo'l. Ochchiq kelgan vaqtida sirlaringni oshkorlasa, o bir iflos nachardir." Bu vaqtda mundaq bir so'zlar o'tirib qo'yilgan. Isil demak munosabat üzülüş girdabı bağandımı
yomon ishlarni yoki munosabat uzilgandimi do'stining yomon qilmishini yo'shirdigan, yaxshi tarafini izhor qildigan. Bu esil mard odamlardir. Nachar iflos odamlar munosabat do'stlik uzilganda go'zallikni yo'shirib, yomonlikni oshkorlaydigan yoki unga tuhmat, bo'hton qilgan odamdir. Ali raziyallohu anhu bu vaqtda tuvandek she'rni o'ttirib qo'yib, haqiqiy do'st her zaman sen bilen birge. Sana yetkizidir payda ziyan özüge. Gerçi hayat arını buziversumu, o seni artık bulur karmay gayrige. Başkalarına özüge. Bana bu dostallaştaki ikinci şart. Üçüncü şart dostallaşta yaxşı buluş. İsteyli nayeti belen buluş. Kebir günahını davamlı kılıdıgan pasıkka hemra bulma. Hem de Allah'tan korkka adam kebir günahını davamlaştırmaydı. Hem de insan günah kılıdı. Kebir günah kılıdı, seğer günah kılıdı. Ama bir günahını davamlaştırış bu adamlık naçarlıkını bildirdi. Allah'tan korkmagan adamın akıbetinden biz emin emesmiz. Belki maksat nişanının özgürüşüge bakıp bu mu özgürüp kalışı mümkün. Allah subhanahu ve taala peygamberge mundaq deydi. Kalbini bizim zikrimizden mahrum koygan adamga boysunma. Yaki hayatı dünyanın zibu zünnetine yaki yani müşriklerin sohbetlerine yaki katavaşlarının sohbetlerine demekçi. Ularını közge ilmay qanmığın. Yani onunla bir perva qarmığın. Biz dilini zikrimizden gafletli kaldırgan, nefsi xahişiga ergeşken, qilmishlari haddidan oshgan odamning so'ziga ergashmagan deb yo'l yo'riq beryapti. Yuqorqi so'zlarniki hoshiyasida bundaq bir bayonlar keltirilgan bo'ladi. Har qanday inson o'zining tangtushlari, hamrohlari orqali bilinadi deydi. Aralashgan odamlarga tavba qilindi. Yaxshi odamlarga aralasa yaxshi, yomon odamlarga aralasa yomon. Rivoyat qilinishicha payg'ambar alayhisolatu vasallam bir bo'lik jamoaning huzuriga kelib turibdi-da. Payg'ambarimiz bularga xitob qilib, sizlarning qaysingni yaxshi, qaysingni yomon tipdagi odamlar men sizlarga deb beraymi deb, sizlarning yaxshinglar yaxshiligidan umid qiladigan, boshqalar shunday bir yaxshilik bo'ladi deb umid var bo'ladigan, yomonligidan amin bo'la oladigan odamlardir. Bunda yomonlik kelmaydi deb qaraldigan. Sizlarning yomoninglar yaxshilikdan umid yo'q, yomonligidan saqlanolmaydigan odamlar yomon odamlardir deb sifatlagan. Fasık odamlar bilan hamroh bo'lishdan saqlan. Bir fasiqni, davomli gunoh qiladigan odamni ko'rib turish qalbingdan gunohga bo'lgan tuyg'uni tövellashtiradi, ojizlashtiradi. Shuning uchun bu g'aybat nimishqa odamning qalbiga ig'ir tuyulmaydi g'aybat qilish. Odatdagidek suv ichgandek bo'lib qoldi desa, haq uningga ko'nib ketgan. Agar bir oltindan uzukni ko'rsa yoki bir faqihning uchida bir jipak raxtni ko'rsa, hammasi uni inkor qilib, g'azab yamoyishni qilib, bir olim turib uzuk kiyamdi, uzuk taqamdi, jipakdan kiyim kiyamdi. Amat g'aybat bundan ig'ir. Qilayotgan ish g'aybat bundan ig'ir. 4-sini amra do'st tanlashga diqqat qiladigan taraf herismanlik. Yani bunda adamlarni herisman, ochko'z. Yani dunyoga bek herisman odam, dunyoga mol, dunyoga amroq odamga do'st bo'lma. Mal dunyoga amroq, davomli mal dunyo to'plashdan qo'ydi yuradigan odamlar amroq bo'lish bu yo'shurun qotil, zahar. Chunki insonning tabiati bir boshqalarni do'rash, boshqalarga o'xshash bo'lishni yaxshi ko'rdi.
tabiat o'g'ri. Ya'ni bir mijozni tatidi, o'g'laydi deydi. Sen bilmay qolsa, sezmay qolsa. Bu dunyoga hirsman, mol dunyoga amroq odam bilan o'tirib qo'pish seningmi mol dunyoga bo'lgan hirsmanligingni oshiradi. Hamda dunyodan zohid, taqvo, mol dunyoni bek cho'ng bilmaydigan odamlar bilan o'tirib qo'pishing sening zohidligingni oshiradi. Hamda zohidlik nima degan vaqtda zohidlik dunyoda halol dunyoni tark etishni zohidlik deb qaraymiz. Halol dunyodan zirkish, halol dunyoning shahvatlaridan, ya'ni qiziq turishlardan o'zini saqlab qola olgan odamni zohid deymiz. Zohidlikning uchinchisi ma'lum. Beshinchisi sen do'st tanlashda diqqat qiladigan nuqta rostchil odamlar. Kazzab yolg'onchi hamroh bo'lma, do'st bo'lma. O davomli bir xil mag'rurlik, aldamchilik. Onada yoki sen aldınıp qolsa deydi. O nimaga o'xshaydi bo'lsa bir sarabqa vilvil vaqo ottabdi tomozda chiqadigan. Vilvilga o'xshaydi. Jiroqni sana yaqin ko'rsigan, yaqinni jiroq ko'rsigan. Balkim sen yuqorida biz degan sifatlarni maktab, turli o'ltirash, qo'pish, so'rullar, masjidlardagi jamoatlar va qizak kishilarda tepilishi umuman hamisining tepilishini atayin. Undaqda sen ikki xil yo'lni istamashing kerak. Ikki yo'lni tanlashing kerak. Bu ikki xil yo'lni tanlashni biz keyingi darsimizga qo'yib qo'yaylik va sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.